Matiz'ning hayoti bugundan boshlab o'zgaradi akalar. Ketdi bolalar. Nimasini yangi qo'yish kerak bo'lsa, hammasini yangisini qo'yamiz. Siz ungacha yurechan qizartirib turing. Avtozonga keldim akalar. Akamizning Nexia 1 motorni ham qilib beruvdilar. Esingizda aka? Ye, o'zingizlar qilib qo'ydinglarmi buni? Yo'q, aka. O'z shunaqa edi dodidan olganimda bor. Motorning ahvoli og'ir, hamma narsalari sinib ketgan. Endi bu ko'rganda ma'lum bo'ladi. Hamma yog'i moy. Bu ham rosa yamab qo'ygan ekanlar krishkalarni. Mana bu yerda ko'ringlar. Motorlari pishgan, moy yeb yuribdi. Nimadir qilsa bo'ladimi buni? Bo'ladi. Buni 0 dan 100 gacha yig'ib beramiz boshqatdalar. Voy. Glushitrlari teshilib ketgan, prujinalargacha sinib ketgan. Voy. Aka, necha kunda inshaalloh ko'rishamiz? Inshaalloh 5 kunda ko'rishamiz. 5 kunda ko'rishamiz akalar. Avtozonga keldim, qo'qqisdan hujum qilamiz. Birinchi kuni 5 kun ishga. Nimadir qilishdimi o'zi ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz charchamayapsiz? Qanaqasiz? Rahmat. Motor yechib qo'yibsiz, aka? Ha, boshlavordi ishlarni. Motor qanaqa ekan, aka? Motorning ahvoli achinarli holatda. Kuzov qanaqa bo'lsa, motor ham xuddi shunaqa, aka. Mana qaranglar. Ado bo'lgan ekan, motor. Tamom bo'lgan. Tamom. Men podushkalarni qarang. Motorni qarang. Uzilib ketgan podushka. Bu yerda rulovoy salni moy qo'yib yuborganda, aka, to'g'ri kuzov qurib tashlagan. Mana o'zi qarang, nagar bor. Aka, hammaga qiziq, nimaga motorli mana bunaqa nagar bosib ketadi? Birinchi o'chirda sifatsiz moy quyilishidan shunaqa holatga bo'ladi va moy o'z vaqtida almashmay, bee'tibor bo'lib yursangiz, xuddi shunaqa chaqich holatga keladi. Motorni tuzatgandan keyin biza valvali moydan qo'yamiz. Bu ishonchli moy, o'zimni ham mashinamga valvali quyganman. Aka, nima deysiz? Valvaling moyi butun dunyo bo'yicha birinchi ishlab chiqarilgan moy. O'z vaqtida almashtirib yursanglar, motoringizda bunaqa muammo umuman bo'lmaydi. Kommentariy yozib qoldiringlar. Buni tuning qilib tashlaymizmi yoki-da o'zini stok holatida qoldiramizmi? Ya'ni ustalarni. Sizlarning fikringlar har doim avtovetsinga muhim bo'lgan. Yuraklarni qizartirib tashlaysizlar.